Xo'p, keling unda bugun dunyodagi eng xavfli nuqtalar haqida gaplashamiz. Dunyodagi eng xavfli davlatlar qaysi ekanligini bilasizmi? Keling buni statistik ma'lumotlar bilan ko'rib chiqamiz. Global tinchlik indeksi va xavfsizlik tashkilotlari 2026-yilda quyidagi davlatlarni o'ta xavfli deb ta'kidlamoqda. Birinchi o'rinda Sudan va Yaman. U yerda davom etayotgan urushlar va gumanitar inqiroz sababli ro'yxatning eng yuqori pog'onalarida turadi. Ikkinchi o'rin Afg'oniston, ammo men buni kutmagan edim. Ma'lumotlarda Afg'oniston terrorizm, xavfli va ijtimoiy beqarorlik tufayli sayyohlar uchun eng xavfli davlatlardan biri bo'lib qolmoqda deyiladi. Lekin menimcha hozirda u yerda barchasi ancha yaxshilashgan. Shunday emasmi? Uchinchi o'rin Gaiti. Poytaxt va ko'plab hududlar jinoiy guruhlar nazoratiga o'tib ketgani sababli xavfsizlik tizimi deyarli yo'qolgan. Tasavvur qilyapsizmi? Hatto poytaxtni ham jinoiy guruhlar qo'lga olgan. Xo'p, davlatlarni bilib oldik, ammo hali dunyoda jinoyatchilik koeffitsiyenti bo'yicha o'ta yuqori bo'lgan shaharlar ham bor. Agar jinoyatchilik darajasiga qaralsa, Lotin Amerikasi va Janubiy Afrika shaharlari yetakchi hisoblanadi. Meksikaning Kolima shahri qotillik darajasi eng yuqori shahar. Ekvadordagi Duran narkokartellar to'qnashuvi markazi. Janubiy Afrika Nelson Mandela Bay. Bu yerda qurolli bosqinlar darajasi juda yuqori. Xo'p, bular hammasimi? Afsuski yo'q. Chunki xavflilik faqatgina siyosat va jinoyatchilik degani emas. Dunyoda inson omildan tashqari tabiatning o'zi yashash uchun imkon bermaydigan joylar ham bor. Masalan, Braziliyadagi Snake Island. Bu orolda har bir kvadrat metrga 5 tagacha o'ta zaharli ilon to'g'ri keladi. U yerga borish qat'iyan taqiqlangan. Yoki Efiopiyadagi Danakil cho'li. Bu yerni ko'pchilik yer yuzidagi do'zax deb ham ataydi. Harorat Selsiy bo'yicha 50 darajadan yuqori. Atrofda zaharli gazlar va kislotali ko'llar mavjud. Va oxirgisi, bu sizni hayratga soladi. Dunyoda shunday joy borki, u yerda vaqt 60 ming yil avval to'xtab qolgandek tuyuladi. Bu Shimoliy Sentinel oroli. Bu yerda yashaydigan odamlar na internetni, na zamonaviy texnologiyalarni bilishadi. Ular tashqi dunyodan butunlay uzilib qolgan va har qanday mehmonni o'q-yoy va nayzalar bilan kutib olishadi. Hatto orol tepasidan uchib o'tgan vertolyotlarga ham kamondan o'q uzishgan. 2018-yilda bu yerga yashirincha kirmoqchi bo'lgan sayyohni o'ldirishadi va uning jasadini hatto politsiya ham olib chiqa olmaydi. Hindiston hukumati orolga yaqinlashishni qat'iyan taqiqlagan. Bu nafaqat bizning, balki qabilaning ham xavfsizligi uchun muhim hisoblanadi. Chunki bizdagi oddiy gripp virusi ham bu insonlarni butunlay qirib yuborishi mumkin. Sizningcha bu qabilani tinch qo'yish kerakmi yoki ularni zamonaviy sivilizatsiyaga olib kirish shartmi? Nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta obuna bo'ling.